Xullas, obunachilar, sizlar bilmagan qo'rqinchli terror qismida uchinchisida o'ynaymiz. Uchinchisi ham juda oddiy xohlamaydi uchinchi qismi. Shu uchinchi qismini o'ynaymiz. Uchinchi qismda ertaga uchinchi qismida nima bo'ladi? Hozir biz uchinchi qismiga kiramiz. Qarang, uchinchi qismi oddiy o'yin. Agar kimni o'qib tarjimasini yozib bersa, shu bilan birgalikda videolarni agar Robloxda o'zi akkauntgasi bo'lsa, millat. Axir bu narsa qo'ldilarni o'zi aytma bitta qo'ymas yaxshi yurganda. Bu yaramas fan chiqqan ko'tqichimidi-da, ko'tqichimas chiqqan. Ko'tqichimas. Qaranglar. Shuni olamiz va biz tomoshada qanaqadir yapashana. Mana shunaqa 6 degan 3-6 xat bo'ladi. Mana shu yerda oldi yursak va judayam terror uchta fachida ochib bera olmayapman, lekin to'liq ochib berishga harakat qilaman. Qurgan yerlarda bu oddiy emas. Terror haqida video oluvdi. Terror qilish mana shunday bo'ladi meni. Pashorasiz. Biraz fayt bor ekan. La yo-mayo. Kanal tutuyor. Что это böyle? Buna kirar, buni qismini men kella qolishim kerak. Bo'lsam bunaqa xonalarda o'zim bir vaqtda olishim kerak emas. Shunga yo-mayo nima bo'lish kerak? Hozir men qaltani nechiman? Bo'pti, qo'shimcha bunga sakragamiz kun. Top 20 talar bosish kerak. Bo'ldi. Buni vaqti bor, obunachilar. Buni ko'ringlar. Obunachilar. Sizlar bilan xayr men bo'ldim. Mana xayr men bo'ldim.